Amaliy seminarda ayollar va yoshlar bandligini ta'minlash, ishlash istagida bo'lgan va daromad manbaiga ega bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish, ijtimoiy yordam ajratish tartibi mahalla yettilik vakillariga tushuntirildi. Ayollar qayerda kasb-hunar o'rganishi mumkin, ularga qanday ijtimoiy ko'mak beriladi, subsidiya, kompensatsiya qanday tartibda ajratiladi, xotin-qizlar qaysi tibbiy xizmatlardan bepul foydalanishi mumkin. Shular haqida yig'ilganlarga batafsil tushunchalar berildi. Shu yerning o'zida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilib, ushbu yo'nalishdagi ishlar amaliy ko'rsatib berildi. Shifokorlar mahalla aholisi o'rtasida tibbiy ko'rik ham o'tkazishdi. Men Yangibozor tumani Navro'z mahallasida istiqomat qilaman. Bugun Hamid Alimjon mahallasida bo'lgan tibbiy ko'rikda qatnashdik. Natijalari yaxshi, muomalalari yaxshi. Bunaqa tibbiy ko'riklar bizning mahalladan ham ko'p o'tkazilib turadi. Tadbir doirasida huquqiy maslahatlarni ham oldim. Tadbirkorlarning, hunarmandlarning ishlari bilan ham tanishdim. Tadbir doirasida uy joyini ta'mirlashga muhtoj, biroq oilasining moddiy imkoniyati yetmaydigan ehtiyojmand xotin-qizlar bilan men hayotimni o'zgartira olaman deb nomlangan psixologlar ishtirokidagi suhbatlar ham o'tkazildi. Viloyatimizda ayollar daftarining 7-bosqichi bo'yicha amaliy ishlar boshlangan. O'tkazilgan xatlovlar natijasida 60 ming nafar xotin-qizlarimiz ayollar daftarini 7-bosqichi bo'yicha daftarga kiritildi. Ushbu xotin-qizlarimiz ayollar daftarining 5 ta toifasi bo'yicha ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlarimiz, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlarimiz, uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj xotin-qizlarimiz, psixologik tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar, huquqiy maslahatlar zarur bo'lgan xotin-qizlarimiz ayollar daftarining shu 5 ta toifasiga yo'nalish kiritilgan. Hozirda ayollar daftariga kiritilgan ushbu 60 ming nafar xotin-qizlarimiz bilan individual ravishda aniq manzilli chora-tadbirlar asosida ishlar boshlangan va davom ettirilmoqda. Amaliy seminarda mas'ullar uchrashib, huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlar bilan samimiy muloqotda bo'ldilar. Bugun yangi o'zgarishlar bilan ayollar daftarining 7-bosqichida ayollarimizga qanday yordam berishimiz kerakligi seminar tariqasida ko'rsatib o'tildi. Bu tadbirlar natijasida bizning Yangibozor tumanimizda bu yil ayollar daftariga kiritilgan 2831 nafar xotin-qizlarimizga shu dasturda ko'rsatilishi kerak bo'lgan yordamlarni barcha turlarini berib, ayollarimizni davlatdan, yurtdan roziligini va ijtimoiy himoyaga ega bo'lgan, davlatda yashayotganligini bugun ular his qildilar. Bizning bu o'tkazilgan seminarimiz tumanimizning barcha mahallalarida davom etadi va shu tariqada biz mahalla yurib, xotin-qizlarimizga huquqiy, psixologik, tibbiy barcha ko'rsatilishi kerak bo'lgan yordamlarni ko'rsatamiz. Seminar davomida ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar uchun madaniy, ma'rifiy, sport va boshqa tadbirlar tashkil etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriyalarda sog'lomlashtirish, shuningdek ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlarni yanada ko'proq o'tkazish kabi masalalar to'g'risida ham ishtirokchilar bilan fikr-mulohazalar almashinildi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalarda yashovchi xotin-qizlarni kasbga qayta o'qitishga sarflanadigan xarajatlarni moliyalashtirish uchun grantlar ajratish bo'yicha ham mas'ullar tomonidan tushuntirishlar berildi.